o'shanaqa o'tasa bo'ladi bu yerda. Men o'qishni tugatdim. Mana hozir o'qishni magistraturani tugatganimda O'zbekistonga qaytib o'zimni sinab ko'rmoqchi bo'ldim va dokumentlarimni masalan universitetlarga topshirdim. Juda ham qoyil qolishdi, chunki men o'qigan universiteti dunyoda 100 nechinchi joyda turadi. Cambridge sertifikatlarimni ko'rib qoyil qolishdi. Sizni ishga olamiz, shu sentyabrdan keling ishga olamiz deyishdida, oylik 4 million so'm. Oliy ma'lumotli boshqa davlatda o'qigan, magistraturani o'qigan inson 4 million so'm bilan bir oyda O'zbekistonda kamkostsiz yashay oladimi? Masalan, dam olish bor, o'zini qora kuniga pul saqlab qolish bor. Shu narsalarni 4 million bilan qila oladimi? O'zbekistonda juda ham qadrlanmay qolgan. Shuning uchun ko'pgina oliy ma'lumotli yaxshi mutaxassislar majburligidan Rossiyaga borib dastavkaga ishlayotganlarni bilaman. O'zbekistonda 4 million so'mni universitetga domlalik qilib olsam, bu yerda farrosh bo'lib ishlasam 800 yevro olamanda. Amerikada qolib ketmaysizmi ish qilib keyin? Bular